Chaogayning alam maoriti qanchalik ustun? Chaogay Liangshan ko'ldagi 108 polvon ichida nechunchi o'ringa tizildi? Endi Chaogay 108 polvonning ichida yo'q vallahi. Nurg'ullar so'rabsizlar. Chaogay bu 108 polvonning ichida yo'q. Chaogay buning ichiga kirmaydi. Lekin Chaogayning endi alam maoriti jihati tartib tuzsak, oldingi 10 ning ichiga kira olishida mening shak yo'q. Çünkü Chaogayning bu alam maoriti haqiqatan ustun. Hamda asarda bu yerda Chaogayninki alam maoritini bevosita tunishtirilganga masalan katta polvonlar bilan yakma-yak manchi martam tushib baqqan holat yo'q. Biroq asardagi tasvirlarga qarasak, masalan, birinchi vaqt Chaogayning kuchtingirligiga qaranglar. Chaogay asli mahallasining oqsoqli. Chaogayning mahallasi bir daryoning g'arb tarafidagi g'arbiy mahalla bu. Hamda sharqiy mahalladagi bir munarni Chaogay öz mürsüge atıp yüz yalğız bir munarni, taş munarni mürsüge atıp kötürüp muş deryaga keçip durup deryadan ötüdü. Bir kötürüşüde ötüp g'arbi malik ekilip ders koydu. Qaranglar, Chaogayning bu kuchtingirligi bu jihatda, bu munarning eg'irligi hargizmi bu yerda g'usun ko'targan elqi tosh ustaldan eg'ir bo'lsa eg'ir chiqibki yinlik emas. Hamda Chaogayning kuchtingirligi Lujishin, Wusung, Guanshin qatorliqlar bilan bir sapga tizlalaydi. Hamda Chaogayning bu yerda alam maoriti jihati shu desak, masalan boshqalarning masalan Qizilchash, Liutangning gibi qarsanglar bu yerdagi Chaogayni nihoyat cho'ng bo'ldi. Alam maoritini yuqori deb tasvirlaydi bu. Uning keyindan bu yerda Gungsunshingmi, bu yerdagi Chaogayning alam maoriti jihati mukammalat ketgan ustoz deb uning cho'ng bo'ladi. Yana Ruanoklar cho'ng bo'lgan mushlarning hammasining buni bu jihatdan cho'ng bo'lishdan qarasak, Chaogayning alam maoriti hargiz bulardan töven emas. Yeni bularninki Mavlud so'g'isini bulishi oshkorlanib qolgandan keyin bular qochdi. Mush vaqtning o'zida Sungjang Jotonglar buni qo'g'ilgan vaqtingizda Jotong 10 necha odam bilan Gungsunshing va bu yerdagi Chaogaylarni qo'rishib oldi. Gungsunshing bilan Chaogay bir hujum bilan bostirib chiqdi deblar bu 10 nechasini o'ldirib, Jotongni yarlandog'u tas qilib bu yerni buzib chiqdi. Endi mushlarga qarasak, Chaogayning alam maoriti haqiqatan yuqori. Jotongmi bu yerdagi Chaogayga, "Hey, buni o'zimga tankilamasmanmiki?" O Chaogay bo'shadim emas deydi. Demak, Jotongmi bu yerda Chaogayning alam maoritini e'tirof qiliqliq. Yana asardagi Sungjangni qutqizishga qaranglar. Sungjangni qutqizdigan vaqtning o'zida Chaogay o'z turshaval bo'lib sapning oldida menib, bu yerdagi Sungjangni qutqizib qoladi. Mush vaqtdan Baturlik bilan jang qildi. Yana Zingtu shahriga hujum qilgan vaqtning o'zida ot ustida sapning oldida ma'lum. Mushning hammasi qarsak, yana Liangshan ko'ldimi patlatlar bu qilishmashi qilib turdi. Demek muşlarning umumiy jihatdan qarasak, bu yerda Chaogayning alam maoriti hargiz töve emas. Chaogayning alam maoriti bu xeyli ustun turdi. Shuning uchun bu yerda Chaogayni Liangshan ko'ldagi baturlar ichida alam maoriti jihati oldin 10 ning ichiga tizishga tamamen bo'ldi. Endi bu yerdagi Liangshan ko'lda ataman bo'lib, bu yerda Sungjang chiqqandan keyin Zingtu shahar hujum qilgan vaqtingizda Chaogayning ko'ziga o'q tegib bu yaralandi. Zarlik o'q bilan. Endi Chaogay mush vaqtda o'lib ketishdan burun atamanlik o'rnini vasiyat qoldirdi. O'ylab baqqanlar Sungjang boshqa chiqqan vaqtingizda bu necha qatim Sungjangga bermakishdi. Endi o'zi o'lib ketgan vaqtingizda Sungjangga bersa ham yaxshi vaqt. Biroq bu vaqtda Chaogay atamanlik o'rnini Sungjangga bevosita bermay, mening qisosimni kim olsa shu ataman bo'lsin deydi. Endi bu gapni Sungjang anglab darhol ko'tirib chiqib, nima dedi? Shivingungning kallasini kim olsa yoki Shivingung kim tirik tutsa, shu ataman bo'lsin dedi deydi. Sungjang nima uchun bu gapni o'zgartirib o'tdi? Chaogayga tekkan zarlik o'qni zot kim otdi? Navad rastıl Shivingung o'zi atgan bo'lsa, nima uchun o'qning beshga o'zining ismini yozib qo'ydi, o'zini oshkorlab? Bunda bo'lsa Chaogayni zot kim qasildi? Chaogayning sirliq o'lim haqidagi bu mazmun qiziqadigan do'stlarga asrlik haytunji degan ulanmaga esib qo'ydim. Nurg'ullar anglab baqmagan do'stlarmi borki? Anglab baqmagan do'stlar mush haqidagi mazmunni anglamoqchi bo'lsanglar asrlik haytunji da'vini sepib anglasanglar bo'ladi. Rahmat.